Hammangizni kirib kelgan yangi yilingizni ham chin qalbimdan muborak etaman. Men Shomurod Milliyevich Ixlos Nuri fondini direktori sifatida fondimizning 25-yil davomida amalga oshirilgan xayrli ishlar bo'yicha hisobotimni taqdim etmoqchiman. 25-yil davomida saxovatli xayriyatchilarimiz tomonidan jami 207 million so'm mablag', ehson qutilaridan esa 184 million so'm mablag' yig'ildi. Ushbu ehsonlar hisobida umumiy 223 million yordam ko'rsatildi. 25-yilda kam ta'minlangan oilalar farzandlari bo'lgan 12 nafar bolalarga jarrohlik amaliyoti va davolanish uchun yordam ko'rsatilgan. Ehtiyojmand fuqarolarga 2 ta nogironlik aravachasi topshirildi. Qariyalar uyida 200 ta ko'zoynak hamda kiyim-kechak taqdim etildi. Nogironlik bo'lgan bolalar uchun 5 ta xayriya tadbiri o'tkazildi. Namangan viloyatida 50 ta nafar ehtiyojmand oila uchun kiyim-kechak va mayda maishiy texnika berildi. 32 raqat tekstil korxonasi bilan hamkorlikda 300 ta muhtoj oila kiyim-kechak bilan ta'minlandi. Respublika ixtisoslashgan ona va bola salomatligi tibbiyot markaziga chala tug'ilgan chaqaloqlar uchun 11 millionlik so'mlik ehtiyot qismlari xarid qilib taqdim etildi. Shuningdek, 8 ta yangi hamkor bilan hamkorlik kelishuvlar imzolandi. Ayniqsa hamkorlarimiz ichida Paynet ilovasi rahbariyati va barcha xodimlariga alohida minnatdorchilikni bildirmoqchimiz. Barcha xayriyachilarimizga, hamkorlarimizga va befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizga cheksiz rahmat va tashakkur izhor etamiz. Kirib kelgan yangi yil barchamizga tinchlik, salomatlik va yanada ko'proq ezgu ishlarga qilish imkoniyatini ato etsin.